Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana naslli mollarimiz mavjud. 3 ta Griford, bitta Angus, bitta Simmental. Ikkitasi G'unojin, Bo'g'oz 7-8 oylik. Bu Angus 8 oylik. Mana Simmentalimiz 7 oylik Bo'g'oz. Mollar yuvosh haqiqatan, qo'lga o'rgatilgan bir diki mollar emas. Mana 3 ta Grifordimiz bor. Manzil Jonboy tumani, eski Jonboy mahallasida. Bari pilminnoy. Anaqa hasaka mollar emas. Toza pilminnoy, birinchi kategoriya. Buni sotamiz. Narxi eng oxirgi narxi, taqalgan narxini aytamiz. 35 million so'mdan deymiz. Undan o'tolmaymiz. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol ko'rishlari mumkin. Bir joyga sotiladi. Bari yaxshi, zo'r, toza. Mana dastavkasi ichida 35 milliondan bersa, xohlagan joyiga dastavkasi bepul. Qo'lni pilminnoy mollarimiz. Yoshlarini aytib o'tadigan bo'lsak, shu 12 oylik, 13 oylik mollar. Prosta mana G'unojinlar birinchi tug'ishi erta qochib qo'ydi. Hali bu tish buzmagan, hali yana kattaradi. Mana Simmental G'unojimiz ham, bu ham erta qochib qoldi. Endi mollarning ichida o'zlaringiz bilasizlar, erta qochib qoldi. Ertaga yana hali kattarib, o'sib bo'ladigan mollar. Mana 5 ta bir joyga 35 million so'mdan bo'lsa, dastavkasi ichida yetib boradi. Murojaat uchun telefonlar 99lik 590 78 91 raqamiga telefon qilishingiz mumkin. Mana qiziqqanlar telefon qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.